Kız yigit xorlangan, ayak asti kılıngan, ezilgen şu halkının kullarını süygün baminin. Feryadım asman felek, dökülgeçke kan selde. Ejderhanın aksedim, vatanımni algın baminin. Azgın Uygur'nay, vatan kuldun her güçletligey. Ay yıldız ayrılığım, gökyüzüne pürgün baminin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qendaşlar, ekranımıza hoş geldinler. Əmimizge ayan 24-ci islah, muşayna 24-ci islahda Kanada parlamentida Xitayning ziyankeşligidan çıkıp Türkiye hem O'rta Şarqda ellerida yaşayotgan Uyghur musafirlerini az deganda 10 ming kishini Kanadaga qabul qilish to'g'risidagi qaror loyihasi nolga qarshi 258 ovoz bilan ma'qullanib o'tibdi. 26-cı islah aşı musafirlarni akilishdagi barliq masalalarni tafsiliy muzokara qilinibdi. Kanadadagi Uyg'urlarning haqlarini himoya qilish qurilishining mas'uli Mehmet To'xta apandimni mushu haqda tafsiliy uchur berishga taklif qildim. Bu suhbatimizga qarindoshimizning uchun foydali bo'lishini umid qilaman inshaalloh. Mehmet To'xta apandim, ekranimizga hoş geldiniz. Köp rahmet, Allah razı olsun. Bizni ko'rgan bütün qarindoshlarga salom. Allah razı olsun. Va alaykum assalom. Mehmet To'xta apandim, birinchi savolim bo'lsa, hamda hozir ba'zi uchurlar ast-ust bo'lyapti. Bu qonunning, mesela qonunmu degandek, bu hozir qaysi bosqichda shuni bir qarindoshlarimiz boshlangan qilsa, chunki men bu e'lonni chiqargan chog'da xuddi bugun boshvurdigandek, birey-biri tizilmatirgandek bir fuqum bakan nurg'un qarindoshimiz zada qaysi bosqichda bu haqda bir tushuntirib bergan bo'lsangiz rahmat. Köp rahmet. Qarindoshlarimiz bana yamanca uçuruq vatida akşam 2 saat 3:30 uxlamadım. Ba'zilariga javob beray deb. Chunki ba'zi savollar haqiqatan samimiy. Qarasam men buna javob berib olamadim. 300 dan ortiq. Aslida men Facebookning Messenger'ini ishlatmayman, bexatar bo'lmagani uchun, ammo bu qarindoshlarimiz butun narsalarni shu Messenger'dan yozadi ekan. Ba'zilari boshqa uchur aloqa yo'llarini bilmasi kerak. Nurg'un qaymoqishlar bor ekan. Aslida men chiqargan narsalarga biroz diqqat qilsa, bu qaymoqish bo'lmasligi kerak, lekin qaymoqishning sababi biz emas, o'tirida bularni qaymoqtirayotganlar jiqroq o'xshaydi. Yoki masalani burunmi shunday qilgan ko'p turib aslidan oshirib biz demagan gaplarni dedi deb yoki niyat o'qigandek biz bir ish qilsak ular o'zlari qanday tushungan bo'lsa shuni rost deb boshqalarga burunmi shunday qalaymiqanchilik chiqib bo'lgan uni men shundan tushuntirib bo'lolmagan raskan desam bo'ldi ama ishini qilib ketaydigan hozirmi dal shundoq bir tepishmoqni o'yiniga aylangandek qildi. Shu sababdan qarindoshlarga az to'liq foydasi olsin deb sizning programma orqali ba'zi masalalarni bir tushuntirib qo'yay dedim. Allah razı olsun. Qaysi bosqichda? Bu ish Kanada parlamentining o'rtaq irodasi, qarori, Kanadadagi 4 cho'ng siyosiy partiya va bir kichikroq Yeşillar partiyasi 5 partiyaning o'rtaq ovozi bilan Kanada parlamentining o'rtaq qarori hozir eng az Uyg'ur 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkash. Bu qaror loyihasini o'ttirib qo'yg'ichi hozirgi hokimiyat beshidagi partiya bo'lgan Liberallar partiyasining parlamentdagi kishilik huquq komitetining raisi va shundaqla parlamentdagi Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Samir Zuberi efendi. Onunla yandaş bo'lib bu qarorni qo'llaganlar Kanadadagi liberal partiyadan boshqa muhofizakorlar partiyasi, ya'ni konservativlar partiyasi
Kanada'daki Yeni Demokratlar Partisi ve Kanada'daki Bloc de Quebec'lerden ayrı Fransız sözlerden ayrı partisi bu ve Yeşiller Partisi. Bu partiyanın hemisi şunlaşka 258'e karşı 0 avaz bilen degende hem de karşı toğan bir medem yok. Şunlaşka bir yerde parlamentin küçük iradesi bilen bu Uygurlarının Kanada keliş kararı asasen mukumlaştı. Yani bunu mukumlaştığı da inek otur koyuşunun sebebi parlamentte bazı beceriyallar var. O şu kararının emiliş için bulması bulmaydıgan jarayallar. Lekin kararını davatımız. 10 ming Uygur'un keliş kararı mukumlaştı. Bunu cezmeleştirelim. İkinciden bu kararını oturup koygan milletvekilinin hazırki hakimiyet dışındaki liberal partinin milletvekili de alaydı urguluşunun sebebi bu karar layihasını parlament sunuştun durun. Şu karar layihasındaki her bir söz, her bir ibare, işletilgen san hem nese Kanada Başka İşler Ministerliği, Kanada İşler Ministerliği ve Kanada Baş Ministerliği olan şular bilan değişip müzakere qilishib, İngilizce handshake deymiz. Qo'l elishib, maşını qalamdoq qilamiz. Ondan sonra men parlamentda o'tirib qo'yman, sizlar shuni qo'llaysizlar, shu bo'yicha bo'ladi deb parlamentga bu qarorni o'tirib qo'yishdan burun deganimda Kanada Tashqi ishlar ministrligi, Kanada Ko'chmanlar ministrligi shular bilan ko'rishilib, ma'qullikni elib, hatto ishlatilgan so'z iboralargacha qayta tuzitish kirgizilib, analarga o'tirib qo'yilgan. Nimada bu qaror yoki qonun emas deganda, chunki Kanadada agar bunday qonunni chiqaramiz desak, bo'lmasa dastlabda biz qonun loyihasini tayyorlagandan 2 yildan ortiq vaqt ketdi. Kanadada emas, Amerikada ham shunday ketdi. Ortiq vaqt ketdi. Shuning uchun bu Uyg'ur qarindoshlarimiz unday saqlanmaydi. Bu qonunning chiqishiga 2 yil ketsa, buni ijro qilishga yana qanchalik vaqt ketdi, undan biz chaqqaroq shu Uyg'ur qarindoshlarimizning ehtiyojiga javob beradigan chaqqa yo'lni tutaylik. Ma yo'lni tutishimiz sababi. Hozir bu 5 siyosiy partiyaning o'rtaq qarori bo'lg'achqa, Kanadada hukumat almashsimi bu qaror yana mangayverdi. Güzel. Shuning uchun hozirgi bosqich nima? Kanadada parlamentning o'rtaq qarori bilan eng az 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelishi, ya'ni muqim. Onun mikisi yok. Maşallah. En az. Bu karar kelgandeki mesela Düşenbe günü ve Çarşamba günü. Düşenbe, Seyşembe, Çarşamba 3 gün parlament asaslık vaktini Uygurlarga ajratdı. Bu Kanada parlamentinin şundacık kişiler var. Ama Uygurlarga ajratdı. Düşenbe günü ne oldu? Düşenbe günü bo'lgan müzakere şu. Biz 4 yıldan beri yol minish jarayonida aldı bilan milletvekillerini qaylı qilishdan başladık. Ondan keyin buna parlamentning komitetlarida müzakere qildik, komitetlardan qaror chiqardik. Bu mundaqla bir kunda shop bir kemmidi, unda oson bo'lmadi bu. Yerdagi boshqa yerda qarindoshlar buni biladi. Yani 4 yildan beri boshqa 4 yil bo'lganligini boshlagan. Aldı bilan kishilik huquq komiteti 2020 yılı 10-22 kuni Kanada hukumatiga bu Uyg'urlarni Kanadaga kelish uchun alayida bir yo'l etish kerak deb u qarorni ma'qullab hukumatga sundi. 2021 yılı 2-23 kuni Kanada parlamenti Uyg'urlarning beshi kelayotgan hozirgi fojialik jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb atadi va Kanada parlamenti dunyodagi birinchi parlament bo'lib shuni qabul qildi. Anadan keyin 2021 yılı 3-13 kuni Kanada Tashqi ishlar daimi komiteti Uyg'urlarning Kanada kelish uchun Kanada hukumatining alayida yo'l etish kerakligini, ya'ni ikkinchi bir komitet qarori hukumatga sundi. Anadan keyin bu yil 4-6 kuni Kanada parlamenti Ko'chmanlar daimiy komiteti Ukraynalıklarni Kanadaga yerlashtirish uchun alayida bir ko'chmanlik siyosati o'tirib qo'yib, buni ma'qullab hukumatga sundi. Buni qarasak, Ukraynalıklarga birisi Kanadaga Ukraynalıklarga son cheklab qo'ymaganligini ko'ramiz. Ikkinchidan,
Hozirgacha yo'lga qo'yib kelgan Kanadaga kelish uchun shart deb qaragan hukumat shuna bekitgan nurg'un omillarning amaldan qolganligini. Bu Ukrainaliklar uchun yo'lni xuddi dog'dam ichayotganligini bu qarordan ko'rgili bo'ldi. Buni ko'rgandan keyin 4-ayning 6 kuni oldi bu qarorni. Shuni bilan biz munosabatli o'rinlarga ko'rishib, Kanadaning bunday ikki yuzlamalik qildiganga qo'yib. Ukrainaliklar urushdan qochgan bo'lsa, Uyg'urlar milliy qirg'inchilikdan qochdi. Nima uchun Ukrainaliklarga alayda ko'chmanlik nimasi? Salohiyati va alayda ko'chmanlik tadbiri yo'l qo'ydi. Ammo irqiy qirg'inchilikdan qochgan Xitoyning 3-davlatda bo'lsa-mu, besimi, zulmi va davlat halqigan bostirishiga duchor bo'layotgan Uyg'urlar nima uchun bu alayda siyosatdan bahramon bo'lamaydi? Bu davronni qilgandan keyin 4-ayning 20 kuni ichida 4-ayning 26-kuni Kanada parlamenti ko'chmanlar doimiy komiteti to'plashib Uyg'urlarning masalasini muzokara qilib 4-ayning 29-kuni qaror ma'qullab Ukrainaliklarga qanday siyosat tutgan bo'lsa, Kanada hukumatining Uyg'ur musofirlarga shunday siyosat tutish haqida qaror ma'qulladi. Endi bu komitetning qarori etdi. Ma dushanba kuni nim bo'ldi? Endi shu kelsak, komitetda olgan Uyg'urlarga alayda ko'chmanlik siyosati yo'l qo'yish haqidagi Kanada parlamenti ko'chmanlar komitetining qarorini parlamentda o'tirib qo'yib, seshanba kuni ovoz berib, shuni bilan bu komitet qarorini umumiy parlamentning butun 4 siyosiy partiya qo'llagan parlament qaroriga aylantirdi. Ya'ni buni bilan bu ishning nimasi? Shamsiyasidandoq yoki o'g'zisi shakllangan bo'ldi. O'g'zisi nima? Uyg'urlarni Kanadaga kelish kerak. Ukrainaliklarga tutgan umumiy butun ko'chmanlik tadbirlari va alayda siyosatlari e'tiborsiz Uyg'urlarga qo'llanilishi kerak. Pasport yo'qlarga Kanada pasport berish kerak. Anadan keyin nimalarga biometrik qiladigan ba'zi davlatlar to'sal olib qolsa, bu Kanada kelib qilish kerak. Anadan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tanishtirsin, aqq degandek u ishlarni Uyg'urlarga talab qilmaslik kerak. Uyg'urlardan bevosita bularni panohlanuvchi deb Kanadaga kelish kerak deb ko'chmanlar komiteti olgan qaror parlamentning umumiy qaroriga aylanib bir gavda shakllandi. Endi chorshanba kuniki bo'lgan muzokara umumiy e'lonlangan qarorning gavdasi so'ngikiga go'sht qo'ndirish. Undan so'ng Uyg'ur, bu Uyg'ur qanchalik Uyg'ur keldi? Qanday keldi? Ya'ni shunglashqa chorshanba, seshanba kuniki ovoz berganda 10 ming degan son yo'q. Faqat Uyg'urlarni ekilish haqida qaror. Chorshanba kuni eng az 10 ming. Ya'ni buning eng tuvanchaki 10 ming. 10 mingdan tuvan kelmaydi degan gap. Anadan keyin bu Uyg'urlarni ekilishda belgilik vaqt cheki. Yani hukumat bu ishlarni planini qilib parlamentga yo'llab qanchalik vaqtda ijro qila oladi, mush haqida parlamentga doklad sunish kerak deganda konkretli narsalarni qildi. Hozir hamda nim bosqichda qaror ilindi. Bundan Kanada shu hokimiyat birlik partiyalarining millat vakillarining hammasi bunga ovoz berdi. Hukumat buni biladi. Biz chorshanba kuni Naytichiq millat vakillari bütün siyosiy partiyalarning rahbarlari bilan ko'rishdik. Ularning qo'llashini qo'l keltirdik. Shu musofir qarindoshlarni deb Kanadada ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz 4000 kilometr yo'l minib keldimiş parlamentda shuni qo'llayman deb. Qarindoshlarimiz kecha uxlamay 800 kilometr yo'l minib Ottawaga kelib, butun kunlik faoliyatga qatnashib, hukumatga besimni qilib, yana kashlari soat 10 da yo'lga chiqib, ertasi ishlayman deb, yana 800 kilometr yo'lga ketdik. Bu ish bunday oson emas. Bu qarindoshlar o'tirib quruq yaqigandek, qaqshigandek, haqorat qilgandek o bo'lgan ish emas. Kanada Uyg'urning kichik bolasi emas. Bu davlatning o'ziga loyiq ishi bor. Shundoq bo'lsa-mi, shu davlatning shundoq nimasi bo'lsa-mi, shu Uyg'urlar masalasini parlament 3 kun parlamentning kun tartibiga elib, buni shunday qilish bu unchalik oson bo'ladigan ish emas. Qarindoshlarning ejri bor bu yerda. Kech kunduz uxlamay, qish, yoz bizning xizmatlarimizga moslashib, namoyish qilib, xato qilib, namina imzo to'plab, shu Kanadadagi
Muş asaslık Şarkı Türkistan Kanada Cemiyeti Katarlık. Muş kayrandaşlarımızdan muşnunda jık ecri var. Şonlaşka Hmm. japa tatkan karandaşlarga bir yerde biz rahmet etişka muhtajmız. Ularning haqqini taslim qilishimiz kerak. Quruq gap qilib Allah razı olsun. qilgan bilan bo'lmaydi bu ish. Mengish kerak, fidokorlik qilish kerak, qurbon berish kerak. Endi Hmm. hozir ishlamishga keldik. Mening chorshanba Ba'zi xapma gapingizni uzatdim. Nurg'un qarindoshlar bilsiz bu bek qiziq bir tema bo'lib qoldi. Nurg'un savollar tushyapti. Ba'zi qarindoshlarimiz bir savollarni olay. Masalan, ma'qul. 2018 tizimlatganlar bora olamdi. Qaytadan tizimlash kerakmi? Tamam. Kanadaga ras ektemsiz, eketmesanglar adamni umid berib nim qilmang. Turkiyada iqomatda chiqmagan vatandoshlarmi ibtol bo'lganlar bor 4 ko'z bilan saqlayapmiz. Burum tizimlatganlar bora olamdi, qayta tizimlatish Birdan bir kerak keleyli. degandek savollar tushyapti mishada. Birdan bir keleyli. Birisi men birisini Kanada ekte demedim. Mani 100 qıtım dedim, 101. qıtım tekrarlayın. Men Kanada emas. Men bir sizlarga o'xshash bir Uyg'ur. Men Kanadaning bosh ministri emas. Kanada manga qaramaydi, men Kanadani bosh qo'ymayman. Mening qila oladiganim, qo'limdan keldigini Alloh rizoligi uchun butun kuchimni ishga solib, yo'l minib, mushu qarindoshlarning Kanada kelish uchun yo'l manga olayman dedim. Boshdan 4 yildan buyon. Va mening qilganim mushu. Men ikkitanmayman hech kimni. Bu savollardan keyindan qutratqi gaplar chiqdi. Bu insonlar unda qilmanglar. Men hech kimni Kanadaga ekitmadim dedim. Ekitmayman chunki. Hech kim ekitmaydi. Hatto Justin Trudeau bosh ministrim ekitmaydi bu yerda. Kanada diktator davlat emas. Bir odam men ekitaman deb bir odamni mushkni ekitmaydi degan odam ekan. Men bir yerda mushk o'tganmayman chunki rasmiyatlar olmasa. Shunlashqa bu birisi sizlarni ekitaman degan bo'lsa yolg'on gap qilgan bo'ladi. Ekitamaydi hech kim. Faqat Alloh rizoligi uchun yo'l minib, mushuni qila oladigan, mush ishni qilish uchun hukumat vazifa bergan insonlar bor, mush munosabat qonunlar bor, belgilamalar bor, qanday sharoitda Kanada, qanday insonlar qanday yordam qilish haqida biz shu qonun belgilamalarni o'zlariga xotirlatib, ma Uyg'urlar ma kategoriyaga tushdi, mana yordam qilsangiz bo'lmaydi deb yo'l manglaymiz, bizning qilayotganimiz shu. Shunlashqa men hech kimni ektiman demadim, hech kimga umid vermedim. Ümit beremeymen ama boğan işini davatımen. Ben xiyal yakamatımen, boğan işini davatımen. Çünkü bu Kanada'da boğan iş, Uygurların tarihindeki misli görülmegen bir iş. Şonlaşka dünya metbuatları mı? Bizden karındaşlarımız İngilizce metbuatlarını pek okumaydı. Arslan siz okuysiz. Metbuatlarda en cık buluvatkan bir haber bu. Yani dünya metbuatları. Şonlaşqa bu kichik bolaning ishi emas. Mundaqli bir bulung pushqoqda bo'lgan ish emas. Bu cho'ng ta'sir doirasi bor ish. Şonlaşqa mavi iniq olsun. Mehmet To'xti edemektenmeydi. Ben edemektemedim edi. Hech kimga umid vermedim, umid satmadim. Ama ben boğaşın davadım. Parlamentda ma oldu, 4 yildan beri ma oldu. Ben emili real gap bo'laman. Bu bir. İkinciden tizimli Allah. Burun tizimli Allah'ın tizimligi bilen hiç kandak edem emas müşkmü Kanada kelenmeydi. Bu insanlarımız bu tizimlikni mübalağ kılıp etti. Bu tizimlanılan tizimlikte bir adamın ismi var, tuğulgan jilay günleri var, ailesinin nimeleri var. Küçük yine onun bilen Garip devletlerinin her kanada devlet kiliş için en az 4-5 yıl nayte tepsili en küt toşkuzdu insanlar. Vize altı maskesini toşkuzdu. Yani sorulduğun sualının bir bitigi cevap vermeydi bu kayrandaşlarına ufçuru. Şunlaşka o tizimlidik deyip onu bek çoğaydı etmenle mübalak kılmanla. Bu ufçurularını hatta Xitayga sattı degenler var. Ufçurunlarını hiç kim içeceği satmadı. O sassımı pulgalıdığa ufçurular emez. Onun mübalak kılıp etmenle. Xitay bergen pasport isminle tuğulan jilay günü o uçurlar hiç kim gerek emez. Bak mübarek kılıp etmenle bu işini bu bir. Bu uçurlarını biz demek işlettik. Başında insan ba. Mandak bir sandık ma isim cisim balları var aile mandak bir insanlar var dep. Şundak bir insanların kıynalıvatkan insanların mevcutluğunu ispatlaş için şularını işlettik. O tizimliğanlar kelelemde elbette tizimliğanlardan biz hükümetke onun nimelerini tapşırdık. Ondan hükümet paydalandı. Lekin adam tanlaş bizning Uyg'urlarning nimasi emas. U Uyg'urlarga berilgan bir nima emas. Onu hükümetning o'zlarini tanlaydigan o'lchamlari, shartlari u bu odam tanlashni, o'qilishni biz qilmaymiz, hükümet qildi. Kanada hükümet qildi. Chunki qabul qiladigan Kanada hükümeti.
Qabul qildiq adam, qandaq adamni qabul qilish, qandaq nima qilishni shu hukumat belgilaydi. Ammo tizimlanganlarning soni va ularning nimasini biz hukumatga beraylik, uning foydalanish qimmati yuqori bo'ladi. Qayta tizimlatamdiq? Yo'q. Hech kim Uyg'urlarni tizimlaymiz demadi. Men undaq uqtirishni chiqarmadim, Kanada hukumatini chiqarmadim. O yerda bu yerda Uyg'urni tizimlab $100 pul olib, aldamchilik qilayotganlarga aldalmış bo'ladi bizning qarindoshlarimiz, undaq bir ish yo'q. Hech kim tizimlamaydi. Bundan keyin tizimlashni Kanada hukumati qiladi. Tizimlashdan burun shuni eskartib qo'yishim kerak. Tunigun va 3 kun hukumatning ichki qismlaridagi ba'zi biz bilan ishlayotgan qarindoshlarning olgan ma'lumotim bo'yicha ham Turkiyadan ba'zi qarindoshlarning ma telefonda bildirgani qaraganda Xitoy hukumati hozir Turkiya O'rta Osiyo davlatlariga Uyg'urlarchiq shu programmaning obyekti bo'lgan Uyg'urlar bor davlatlarga besim qilib, bu Uyg'urlarga chiqish bermaslikka qadar diplomatik narsani boshlatganligini men xabar topdim. Chunki men men nima dedim, ba'zi ministrlar bilan ko'rishdim. Bu yerda ba'zi diplomatik faoliyatlar bo'layotdi dedi. Chunki hukumat konkretni bir harakat planini sunish uchun davlatlar chiqish beramdi, bermamdi Uyg'urlarga ma savolga javob berish kerak. Men bu gapni 3 yildan beri deyapman. Bu qarindoshlarimiz voy chiqish berdi, Turkiya bir madam ketsa, hukumatlar bilan bo'lgan munosabat undan mangmaydi. Turkiya hukumati deyish kerak buni. Bu bir. Ikkinchidan, bayatım men bir narsa dedim. Bu Uyg'urlarning tarixidagi misli ko'rilmagan bir voqeadir. Chunki Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaro bir da'voga aylandi, qonuniy siyosiy da'voga aylandi. Hozir bizning eng qiynalayotgan narsamiz inson kuchi. Turkiyadagi Uyg'urlarni Misr, Qozog'iston va yerlik Uyg'urlarni Xitoyning kontrol qilishi shunda oson. U yerlik Uyg'urlar cho'nqis oshxonachi yo o'qiydi, bir kasb egasi bo'ldi ba'zilari yoki ushshoq tijorat bilan shug'ullandi yoki Xitoyning yo'li ichilsa, shu yerdan mal ilib, mal sotib ularni kontrol qilish Xitoydan bek oson. Ammo Kanada, Amerika, Yevropadagi Uyg'urlarni uni kontrol qilolmaydi. Hamma Kanadaning muarif sistemasi dunyodagi eng ilg'or 1, 2 yo 3 o'rinda turadigan muarif sistemasi. Bu yerda 10 ming odam bu yerga Uyg'ur keldi degan gap 10 yil qolmay 30 ming Uyg'ur bo'ladi. Bu insonlarning bolalari bu yerda o'qiydi, bu yerda 5-10 yil qolmay universitetlarni bitirdi, yaramli odam bo'ladi. Ertaga dunyo miqyosida Sharqiy Turkiston da'vosi hozir kam bo'layotgan inson manbasini bu insonlar ta'minlaydi. Hem inglizcha ham fransuzcha. Xitoyning qo'shgan narsa shu. Xitoy hozir bularni to'xtamanda bisim qilishning sababi shu. Afsuski Türkiye'deki bazı teşkilatlarmış Uygurlarning chiqishiga Türkiye hukumatiga bisim qo'ydi. Buni biz bilamiz. Ularga mening chaqirig'im bu Mehmet To'xtaning ishi emas, Uygurlarning kelgusi bilan munosabatli ish. Bu insonlarga chaqirig'im Kanada kelsa insonlar musulmon bo'ladi. Boshqa bir nim bo'lib ketmaydi. Tigida musulmonlik bo'lsa, Shimoliy qutb qolsa musulmon bo'ladi, Kanadaga, Amerika kelsa musulmon bo'ladi. Agar tigida u ximiy turish bo'lmasa, Mekkada tursimi mushrik bo'ladi, kafir bo'ladi. Mekkada biz mushrik kafirlarning yashaganligini bilmamdik. Allohdan vahiy kelayotgan mezgilda Alloh rasuliga u yer kafir yo'qmidi, mushrik yo'qmidi? Shunglashqa buningga undaq ba'zi qalaymiqan mollarimiz qalaymiqan fatvo bersin. Men diniy temalarga kirishni xohlamayman, ammo qilgan yo'li xato. İnsanlarımızda qutuldirishimiz kerak. İnsanlar xotirjam bo'lmay turib da'vo kuch bermaydi. Kanadada bu insonlar xotirjam bo'la oladi. Bolalar xotirjam o'qiydi. Xitoyning ma'nosi nima qilayotgani uchun cho'chitayotgani uchun hozir Xitoy buni nima qilyapti? Shunlar bisim qilyapti. Kanada tashqi ishlar ministrligidanmi oldi bilan bu davlatlar bilan ko'rishib konkretni harakat planini o'tirib qo'yishdan burun shu davlatlarning bu Uyg'urlarga chiqish beradiganligi haqida bir qo'limizda isbot bo'lish lozim. Biz hamma ishni qilib ular chiqish bermasa, qarashimiz bekor ketadi. Menga Turkiyadan ba'zi qarindoshlar telefon qildi. Yevropaga gidadigan ba'zi nimalarni qilibdi, tayyorlab, aeroportdan 3 odamni chiqish vermay qaytaribdi. Shu bir haftaning ichida. Shunlashqa Turkiya chiqarib o'tadi, u bu degan gap u ig'zoki xiyoliy gap. Xiyoliy gap bilan davlat ishlari mangmaydi. Davlat ishlari ichki davlat o'rtasidagi uchrashish va bergan so'zlardan keyin mangadi. Shunlashqa agar Uyg'urlar bilan Ukrainaliklar bo'lgan bo'lsa, qachon ketamiz desa, erta debdim. Çünkü Uygurlar koygan siyaset okşaş, nima Ukraynalıklar siyaset koygan siyaset hazır Uygurlarga akıdı. Şu parlamentten kararı. Lekin
Uygurlarga ayarı 3. körenmegen bir kol var, Xitay var. Onun ayağı devletler kılgın besimi var. Aeroportlarga düşergen besimleri var. Şu kalaymakan nime çıkarıp. İdris Esen kardeşimiz Marrakeş'te bekağı yetmavatıdı. To'g'ri. Birleşme Arap Halifbeyligi'de, Suudi Arabistan'da, hatta Türkiye Köç İdaresi'nin tutuklaş merkezleri Uygurlar bekağı yetmavatıdı. Türkiye özlüğü tutmavatıdı. Xitay'nın kolu var yani. Şoňlaşka bu qarindaşlarımız bu işler uzarap ketdi. Değiştim burun, ma işinin murakkepligini biliş gerek. Ma iş devlet alqıgan iş. Eğer Uygurdan başka millet olsa, Xitayda bir devlet arlaşmasa, ätidin başlığında diyeleyme. Hükümetke men şu bisimni kılalayman. Nime dep kılmaysa, Ukrayna halkını aeroplanı toldurup ekeldin. Menin gepim metbuatkim hili ötüdü Kanada'da. Hili Kanada metbuatlarımı kenimden jügüreydi. Tesirim hili var benim. Yani Kanada'dakiler şu bizge okşaş şundaq ommaviy siyasi kampanya kılıvatkanlar bildi. Men 3 adam bil işleymen, lekin bazıları 3 adam bil işleymiz desele 300 adam bil işlegende küçüğünler var Kanada. Demisimi şundaq. Çarşamba günü biz parlamentda kütülüş verdik. 30 milletvekili geldi. Şu 8 saat işlep bulup o ailesi bilen vaqt ötkazmay şu biz bilen to'da aşağıda. 30'dak milletvekili dünyanın hiçbir yerinde bunlar kılanmaydı. Onun için milletvekillerinin işi var. Demek şoğunum şu. Eğer Uygurlar Xitayning besim bo'lmasa, devletler Kanada hükümeti bilen hemkarlaşsa, kaçan ketimiz deganlarga ayatidan başlap ketaraysa diyelim. Ama bir yerde biz ve Kanada'dan başka üçüncü taraf var. O bosumu Uygurlar yaşayotgan devlet ve Xitayning o devletler istedik besimi. Şoňlaşka qarindaşlarımız ma diplomatik yollardan ma meselenin hal oluşuğumuz zaman toniş gerek. Kanada hükümeti nayeti ciddi samimiylik bilen işlewatydy bununla. Bu işler onda asamız. Şoňlaşka biz tizimlemedik, hiç kimden pul jygymedik. Tizimlaş vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı tizimlemaydı. Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur Haklarını Himaye Kılıç Teşkilatı adam çıkarıp Kanada hükümetiyle maslaşıp şu Uygurlar bazı devletlerge billi berip şularına tercümanlığı, materyal, enkitlerine toşkuzuluşu, bularına nım kılış işi, bunodaki uçuk aşkara ilan kılış bilen bulur. Öyle ki hübyan iş kılmayımız biz. Bir iş bulmakçı olsa şu ilan kılımız, palanca adam, pistanca adam Kanada hükümetine mındak adamları bilen palaniye kitip vardı. Şu yerdekiler tizimlanla adresi mavu saat mançıdan mançıgaça da buzunu ilan kılımız. O hübyan iş kılmayımız. Birisi bu işinin hemisi çıkımı hükümet götürdü. Bir yerden pul toplamayımız biz. İyanı kılgınlar kep geçse teşkilatımızda iyanı kesanı oldu. Tekimici karak işlerleyimiz. Ama biz pul toplamayımız. Hazırgıça hiç kimden bir tiyim pul almadı. Manımını. Anadaki yani bireyler sual soruptu. Türk vatandaşı. Türk vatandaşları kilenmeydi. Kanada hükümeti Uygur ekilime davatkanı yok. Qoğdanış imkanı bulmagan Xitayning zulmini ve Xitayga qaytırılış xevipini gün yaşavatkan bir devlet igi çıkıp bunu qoğdımamıga Uygurlarını men qo'dayman deyapti. Mayalik oturdu fark var. Türk vatandaşlarını Türkiye Cumhuriyeti Asas Kanunu boyunca Türkiye Cumhuriyeti qo'daydi. Bunu Kanada'nın qo'daş mecburiyeti yok. O nimig okşaydı o dese Arslan Hidayet Efendim'nin bir hoşnusu bir Uygur var. Arslan Hidayet Efendim hoşnusunun oğlunu seni dadan yaxşı bakmadı men bek valaydı uyga ekirip olaman degan okşaydı. Onda dese hoşnusu Arslan Hidayet'e deydi. Arslan Efendi men balam yaxşı bekavatdı men. Nime dep balamni yaxşı bakmadı deyse. Degan okşaş. Men sen Kanada ve Türk vatandaşlarını sana multacillab qabul qilamiz dese Türkiye Cumhuriyeti demem de Kanada'ga to'xta birodar. Bu mening vatandaşım. Multacilla o'g'rak men bularga nima qilibdimi? Boza qilibdimanmi, huquqlarini qisibdimanmi nima deydi. Onun chiqish bermaydi Türkiye allaqachon. Şoňlaşka oddiy hukmlar buni so'raydigan narsa emas. Türk vatandaşları bağlı Türkiye Cumhuriyeti bularni qo'g'daymiz deb o'zining asas qonuni bo'yicha bu qo'g'dash vazifasini Türkiye Cumhuriyeti ustiga olgan. Kanada hükümeti qo'g'danish imkoniyatiga ega bo'lmagan 3-chi davlatda bexatar emas. Xitayga qaytirilish va Xitoyning besimini, chegara halqagan besimini gejgisida his qilgan. Ama baray desa baray yeri yo'q. Xitoy pasportlari kirishga yaramagan. Mushundaq avvaldagi Uyg'urni Kanada hükümetine qo'g'dayman deyapti. Shunlar Türk vatandaşı, Arap vatandaşı, Pakistan vatandaşı, Qozaq vatandaşı nima bo'lsa. Bir fuqaroning vatandaşligi o'tgandan keyin o devlet ularni qo'g'dash kerak.
Türkiye vatandaşları beni kovdumaydı dese, bu Türkiye vatandaşlarının ta Avrupa İnsan Hakları Sotuğucu erz kılış hukuku var Türkiye'nin. Bunu Kanada bildi. Şonlaşka bu meselede näse inokop ketsin. Mençe o qiyinlashimizning nima uchun javob berdi desangiz, masalan ba'zi davlatlarda deb жүрмейman, lekin o'sha turk vatandoshi bo'lib ketib bo'lsa-mu, masalan sabab ko'rsatman turk vatandoshi bo'lsam-mu, yanala Turkiyada xatar uchrag'an uchun meni qo'yganmay deb asta tilganlar bor, shuningga so'ragan bo'lishi mumkin. O panalıklar ne ikili panalıklaş ayrılması lazım. Hükümet ularını aldın ala. Ona çünkü bir kelip panalıklılarının panalanğıcı emesligini Kanada'da sot belgeledi. Şimdi ama sot karar çıkarıp toxta senin panalıklaş asasın varsa o ayrım yok. Ama o jaryanlar bulmasın Kanada ben Uygurlarını ben panalanğıcı dep kabul kılmay. Türk vatandaşlarıma bunu işittiyse o biraz nim bulmaydı. Çünkü Avrupa'daki Uygurlar kanday keldi fikir. Avrupa'daki Uygurlarni Avrupa hükümeti Avrupa qo'g'daydi. Okay. Acaba bu yerdeki narsa Xumayma nima niyat bilan so'rdi? Acaba u yerda Yevropada turib balki Yani o bu yani bunlar degan gap. Bu Kanadada bu Uygurlarning mesela iqtisodiy qiyinchilikni oldiga surib qoldi. Kanada iqtisodiy qiyinchilikni qildi deb Uyg'ur yardım qilmaydi. Kanadadan bak iqtisodiy qiyinchilikni qilganlar. Uysizlar Kanadadan bak, ko'chib yotganlar Kanadadan bak. Mesele o emas. Kanada 1951 Ceneva ehtinamısı yani musafirlar ehtinamısı qo'l qo'ygan o ehtinam bo'yicha siyosiy ko'zqarashi, irqiy kelib chiqishi, milliy kelib chiqishi ya etnik kelib chiqishi, diniy e'tiqodi, madaniyat, urf-odat va o'ziga xos bo'lgan ijtimoiy bir guruhga tava bo'lganligi uchun hokimiyat beshidagi hokim kuchning bostirishig'a zulmga uchraganlarni qo'g'dayman deb va'da berdi. Shu imzo qo'ygan. Shunlashqa 5 turlik bir shart bormi shu Ceneva ehtinamısida? Shu 5 turlik shart bo'yicha odamni oladi. Yevropadagilarning bu huquqi garchi sotda rad qildi, ayrim masala. Buni yuqori sotga azqis bo'ldi. Anadagi Xitoy qaytarilish riski Yevropada asosan yo'q, hali xatolish mumkin bo'lsa. Xeyr. Maşallah. Bugün ulug' juma, Abay degandek aka nada yashasang, masalan har juma xutbasida "Men yahdihillahu fala mudilla la va men yudlil fala hadiya la." Bu yerda Alloh hidoyatni bersa hech kim ozdira olmaydi. Ya'ni agar insonlar shu xohlasa, siz Bay degandek gapingiz qayta juma kuni bo'lg'achqa, Mekkada bo'lsa-mi dinini yo'qotganlarmi bor? Shuni bu bundaq gaplar bekitib chiqyapti. Qur'onning o'lchami bo'yicha aytganda musulmon dunyosiga nurg'un musulmonlarni musulmon deyishgimi yuzdani shohid keldi. Bir musulmon yolg'onchi bo'lmaydi, bir musulmon aldamchi bo'lmaydi. Bir musulmon haqning haqqini yemaydi. Kanadada bir narsani yo'qotib qo'yib, uni tepib olish nisbati 93%. Bir odamning haqqini yemaydi bu yerda. Bir odam bu yerda yolg'on asosiy yolg'on gap qilish ayib hisoblanadi. Ama men yaşagan Türkiye'de. Ben camilerde ayaklarımı yoqtib qo'ygan, bu portmal yo'qsuga topqilinmaydi. Arabiston o yerlarni biz bilamiz. Şonlaşqa din o isim bilan bo'lmaydi, simbol bilan bo'lmaydi. O İslamiyet onundan texmi kuchli. Allohning dini onundan keng doiralik bir din bu. Onun içinde hakikat var, onun içinde adalet var, onun içinde zulmga qarshi turish var. Onun içinde pul, mal üçün başkalarının hakkını yemeslik, satmaslık var. Yerki ben bazı mollalarımızdan bazılarına Tövbe suresinin 24. ayetini bütün karındaşlarına okup bakışını tavsiye ederim. Hiç onunla küçümü Allah Esr suresini okusun. Vel asr şu sureni okusun. Yani Allah zaman bilen kasam kıldı. İnsanlar nime işçideydi. İnsanlar husran içinde Kur'an'daki söz. Fakat Allah'a işengen, yaxşı iş kıygan, ve sabır qilgan, adalet, yoki haqni himoya qilgan, haq tutgan, sabr tavsiya qilganlar buning sirtida deydi. Yani bu musulmonlar haqni turanmagani uchun bo'lgan husran ichida, Allohning oyatiga bo'ysunmagani uchun. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ko'rdik. Haqni turanladimi, turanmadi? Qur'ondagi oyat nima deydi? İnnal insana lafi husrin. İnsanlar husran içinde.
Müslüman dünyası husran içinde bolgan bolsa Allah'ın ayeti qaraydı. Nime dep men husran içinde? Şunama ya, şu hak tuturanmedin sen. Kur'an-ı Subhanallah. Kerim zulümge karşı turup kelgen. Kur'an-ı Kerim hakni barpa kılış için kelgen. Sen bu hak tuturanmay, özüňni min qata Müslüman desen iki tiyin o. Allah'ın alıdığı hesaba sakılan kançılık uzun, sellan kançılık çoğun emas. Hak bir yerde hak. Allah'ın ismi mi hak çünkü. Hı hı. Hak tuturanmasan, hakkaniyet tuturanmasan, zalim bilen, zulüm bilen tans oynasan, usul oynasan, onu bilen bir qatada tutsan, Allah'ın öýüdün 16 min oyunu çekip etdiye bu Xitaylar. Hı hı. Aşılarını kollabassan, Hı hı. içki kız gep kılanmasan, Uygur için gep kılma, Allah'ın öýü için gep kıl. Uygur için gep kılma, Xitay köydägen ayada Kur'an için gep kıl. Uygur için gep kılma, bugün Allah degen söz, Uygurlarning turmuşydan Xitaylar çıkarıp etdi şunu. İnsanlar Allah degen sözün diýen, muşunyň için gep kıl. Allah'ın dini için gep kıl. Gep kıl aldymy? Men bunda insanlık kanda Müslüman deyme. Bunda devlet özüne İslam Cumhuriyeti desen iki deyin menin için. Bu kanda İslam Cumhuriyeti o. Şoňlaşka yana Müslümandaçylyk yana mişalada var. Şoňlaşka ama gerçi bular başka dinde ubu diýilgen bilen mi hak tutugyny üçün bu devletler yalğız başka milletlerini eksploatasiya kılıp ularını şümürüp bayoğunu yok. Hak tutugyny üçün, adaletni barpa kılgyny üçün. Bularning tarakkiyatyda ma Allah'ın adalet diyen nimisinin hukumini mala icra kılgyny üçün, Kur'an'ның bazı hükümlerini mala icra kılgyny üçün bular tarakki kılýar. Mehmet Akif Ersoy'ның şu Birinci Dünya Uruşundan keyin Türkiýanyň istiqlal şeýrini ýazgan şu adamnyň degen gepi bar. Men İslam ülkelerine, Müslüman ülkelerine kettim, badım, Müslüman köydüm, İslam köymedim. Ama Arap devletlerine badım, o ýerde men Müslüman köymedim ama İslam köymedim. Ama şunda, şoňlaşka bazı insanlarımız var, Kanada varsa, İslamiyet bugün Kanada parlamentinde 11 Müslüman milletvekili, Kanada kabinetinde 4 minister Müslüman var. Yani insanlar, yani Uygurlar, 2000 Uygur var Kanada'da. Dünyadaki bütün Uygurlar sağlayan meçhinin en çoğunu bir çirkavını seçiyorlar, meçhik aylandırıyorlar. Maşallah, maşallah. Bunu bütün dünya halkı biliş gerek. Yani ballarımız hep dahiri Uygur dili, Kur'an dersi okuydu bir yerde. Bu imkaniyet var. Şoňlaşka o kalaymakan teşviklerini kılmışsın, menimi sözletmişsin bu insanlar. O yalganlarını teşvik kılmışsın. Koludun kesi yardım kılsın ama Şarkı Türkistan'ın Xitay zulmünden azat oluşu bu uzun müddetlik mesele. Algılan bunu kabul kılsın. Bunun için hazır bütün dünyada faaliyet kılıvatkan halkara sahne edemlerini sanap bakıyla barmak bilen sanayımız. Yetişke edemen yok. Nim için Uygur davasını çetlerlikler cıkkılıdı. Biz Uygur'dan yetişke adım bulmağın için. Adem bir günde yetişmeydi. Akşamı terip koysan ayetsi önüdüğün köçet emez o. Onun 20 yıllık emgek sarıp kılsa şu başlangıçtan Ali mektep numara geçer. Kanada'da mı şu imkaniyet var. Bu kayrandaşlarını bir terbiyeleşimiz gerek. Terbiyeler keyinki evlat davanın halkaralaşıp Şarkı Türkistan Müstakil Cumhuriyeti'nin başkoğudak bir kadro dünyada ne var gepini ötküzü. Muşunu müşahede yetiştiriş gerek. Muşunda boğanda vatan davası anadaki halkara seviyede kanuni ve siyasi ornunda. Bu musak kuruk şuar. Şoňlaşka bu meselege Türkiýede bazı karşı turapkan kişiler var. Teşvik kalaymakan teşvik şulamy bunyň esas koşkyk muşuna wujud çıkış üçin kolunun geldi Türkiýe hökümet organları bilen görüşip Uygurlarnyň çıkış şundak bir ihtiýaç bolsa bir ýardam kılışyňlaryny Kanada kilişige silana bir hemkarlyşyňlaryny soraýmyz-da küçüknem demese ýakşy bolar. Aka bazı suallar çıkýatdyr. Mesela abay dediniz, mesela Türkiýeden çıkamaslyk bir işler barmış. Kanadaga, lekin başka devletlerge berip arkalyk Kanadaga beriş imkaniýeti barmy diýendek bir sual düşüp. O işleri men bilmeýim. O Kanadanyň çygrysy Amerika. İki tarapy, üç tarapy okean. Kanadanyň Amerikadan başka çygrysy ýok. Kandak ýyldy bilmeýim. Ya kuşulyp uçuş gerek ýa-ki bele kulap suda üzüş gerek. Başka türlü bilmeýim. O deňiz arkaly o nurgun geplerinde ede olany men o işlerini men bilmeýim. Hazırki mesela Kanadanyň wizynyň en kıyın ikenligi, wiza ilişiniň en kıyınlygy
Bizning işimizni o'tgan. Men viza alanmagan. Şoňlaşka ama hökümetniň programmasy arkaly ekleýil dep many şu hökümet siýasaty bilen ekleşmesi var. Aldı keyni bolup ýerde bir sual çypdy. Bunyň wagt jarýany kançalyk kaldy hem tahminen siz bir näs dep bilalamysyz? Hökümetniň oturup goýdygan hereket plany garaýmyş. Meniň degen geplerimniň hemmisi men bu ýerde diýse bu karandaşlarymyz bana şu rast dep ätügün ýani bir munç gep taşdydy. Men hökümet emas, hökümet hazır işläwatdy diplomatik ýollardan şular oturup goýdygan hereket plany. Hazır diýmesem Kanadadaky bütün Uýgurlar bildi, köçmenler ministrligi eň eleki nim bolup ketken bis bir ministrlik bolup kaldy. Meşärik karandaşlaryň pasport ultimasy şuna keçip ketip barady. Çünki Afganlardan, Ukrainalıklardan hazır 150 miňdek adam ekep boldy. Bütün mende insan güçü şunun kartylyp ketdi hazırça. Anda bu gaçka ma Uýgurlar meselesiniň biraz nim bolup ketişidimi? Birisi 2 ýyl Xitoy virusynyň sebebi bar. Bular 2 ýyl wagtymyz aldy. Çünki hökümetleriniň asasly hyzmat nişany säýýä nimisi kartyly, ýani insanlaryň sağlygy. Köçmenler bu mesele 2-nji orunga kaldy. Ýalgyz Kanadada emas, hem ýer şuna boldy. Anadaky Kanadada 3 gatym saýlan boldy Kanadadakiler boldy. Şuna bolsa-mı bu iş ma Uýgurlar meselesi hazırgaça ýani Uýgurlaryň bu Kanadada ondak bir çoň bir aýlyk saýlamda netijeler täsir edek sanymyz ýok. 2000 Uýgur bary ýok. Ýani muşu Uýgurlaryň hazır muşu çet eldeki näme bir kança döwletke tarylyp ketgen karandaşlaryny Kanada eklemende bu parlamentde muşkaran çykany Kanadalyklar özü işlemeýdi. Millet wekilleri işlemeýdi. Bu eleke nukuk bakmagan ýani boludy dep oýlamagan. Ýani bunu Allah biz ejir kıldyk. Allah'ın hidayeti, Allah'ın yardımı. Yani bir yer 2000 Uygur bilen lan bir yer milyon sanı var Uygur var. Milyon sanı var Xitay var. Şular parlamentmişini kılamaydı. İranlıklar var mesela. Kılamaydı şunu. Miyada bir sual çıktı. Türkiye'deki kuluda hiç nimesi yok kişilerge mi o Türkiye'ye çıkışka ruhsat mesela kanda çağrı kılmış. Bu vakti koyum cevap. O Türkiye hükümeti cevap veriyor. Devletin siyasetini men belgelenmeyeyim. Bir yer oturup. Bu kullandığı gücü yok. Pasportun yok ki Türkiye çıkış vermekte ondan kanat olup uç diyemeyim efken ben. O devletlerin siyaseti, kanunları, olanı ben bir Kanada türelip ola men bildiği işlemez. Menin hem mesele bereleydiğin salayetimin işçi kirdiği işlemem efken. Mesela muşu haberlerini görüp şahsen mesela Avustralya'yı kıla alayımız da muşu işine asli. İnşallah siz mi bir vaktin çıkarıp bir şey bir training ötküz bazı kanda azraq bir şey bir çöndürüp alsanız siz dediniz hem de bir cümle bilen bu uzun mezgil kettirip azraq bir zade bir noktalıq qanday işlerini kıldınız muşu ekiliş için? Bana bu Türkiye olan nesi 2017 yılı 5. ayda Türkiye bilen Xitay oturda cinayetçilerini almashtırış toxtamnamesini Türkiye'nin şu vaxtki adalet ministeri, hazır adalet ministeri Bekir Bozdağ ve Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi oturda Beyjing'de imzalandı. Bu nesi imzalandıqdan keyin Türkiye Uygurların evvel bununkin çatak dep men şunu men o xulası kep boldum. Ben şu gem degende Türkiye'lik Uygurların en ýygyr hakaretler Türkiye'lik Uygurlardan geldi. Türkiye'lik Uygurlarda cennet. Bu Mehmet Tohtu nereden çıktı? Ak kök. Ya Türkiye'nin cennet emesligi bilen münasebeti yok. Xitay cinayetçilerini almashtırış toxtamnamesini Türkiye bilen tüzgen bolsa, Xitayning Türkiye'den talep kıldığı Xitay yok. Uygurdan başka. Kim var? Doğru. Xitay Türkiye şöyle imzalagan almashtırış toxtamnamesideki manda cinayetçilerini almashtırımız dep hemmeden kabul kıldıgan cinayetçilerini kirgizdi ýerge. Ama Xitay şu cinayetçilerini yasaýdy Uygurlarga şu kalpakdaki gizi. Türkiye karşı kağızda bu Uygur bu cinayet ötküzüpdi deydi. Yollap berdi. Bunu eğer cinayet ötküzmegen bolsa özüne Xitayla aklysın men bunu bilemeymen deydi. Xitayda boşuna ciddi bilim bar. Ötküzüp berdi onu. Anadan keyin Türkiye'nin iqtisadi ahvaly 2017 ýyldan başlap men Türkiye'ni ýaxşy görme. Türk halkyny ýaxşy görme. Türkiye'ni özümniň watanym dep garaýma. Men özüm tugan, ýa-da aş ýegen, su içken, tuz ýegen. Ýa-da nankörlük kıladigan şu Kanada'da olsakmy Türkiye'ye ýamanlyk açkanda gitme azır demeymiz. Mesela 2004'ten başlap men Türkiye'ye kirişimni çeklemedi Türk hökümeti. Aşularny netpatlak demeyim men. Türkiye kıynap aldı kalmasında.
Bizden Türkiye'nin aslışımız başka türlü. Ama meyede bir reallik var. Reallikini kolluk kılmasa kılmaydı. Demişim 2017'den keyin AK Türkiye hükümetinin bergen bayanları qarasak Mevlut Çavuşoğlu'nun 2018 8. ayının 13. günü Beyzon'da bergen bayanatı var. Anadolu Ajansı'na haberlerden turdu. Türkiye Çin'nin yani Xitay'ның içki bexatarligini özünün bexatarligi dep qaraydı. Şu sebepten Türkiye Xitayga ait Xitayga qarşı her qanday faaliyetga ruxsat qilmaydi. Xitayga qarşı her qanday matbuot haberlarining chiqishiga ruxsat qilmaydi deb Mevlut Çavuşoğlu'nun İngilizce bergen bayani var. Türkçe demi turdi. Mana hozir Uyg'urlarga milliy qirg'inchilik bo'layotamda Türkiye matbuotlarida qanchalik yer oladi? Yo'q. Yo'q. Yuqoridan kelgan siyosat shundoq. Mevlut Çavuşoğlu'nun meni bu gapimni Türkçe izlab baqsin insonlar. Çin'in güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye'de Çin aleyhine herhangi bir eylem ve basın yoluyla yapılan şeylere izin vermeyiz. Mevlut Çavuşoğlu. Vakti 2018 yılı 8. Bu hem neresi yukarıdan buluvatkan işler. Anadaki Barat Albayrak vaxtida Energiya ministri ki Maliye ministri Xitoyga berib deyilgan gap bor. Anadaki Türkiye prezidentining Uyg'urlar xo'shal yashayapti degan gapi bor matbuotlarda. Uni Türkiye hükümeti biraz nim qildi. Uyg'urlarni xo'shal yashashini xohlaymiz deganda bunda tarjima bo'lib qoldi. Bunda tarjima bo'lib qolmaydi u. Xitoylar unda tarjima qilsa ham boshqa g'arb matbuotlari bor-ku, turkcha biladigan. Unda bo'lmaydi u ish. Onun bu yer yalnız Xitayning ham tarjimoni emas, Turkiyaning ham tarjimoni bo'ldi. Agar shunday bo'lib qolsa, naq maydonda tuzitildi u. Qaytib kelib 4 kundan keyin tuzitilmaydi u. Isimni bor. Bo'layotgan ishlar va ma siyosiy faoliyat qilayotganlar buni ma ishning nima ketayotganligini bilmaymiz. Turkiyadagi insonlarning Turkiyaning yo'nalishining Xitoy bilan bo'lgan munosabatining, uning ta'sirida Uyg'urlarning qanday ahvolda qolganligining hammasining nimasi men shu vaqtlarda Allah bergen bir kabiliyet. Onu ben his qilgan ve bunu qilib, meni hech kim degani yo'q. Shu Turkiyaga odam avatib, shu avvallarni qilib, aldilar mening Turkiyaga odam avatishim tizimlash emasdi. Fakat Uyg'urlarni avvalni o'rganib, uni Kanadaga shu bo'yicha ma'lumot berib, Uyg'urlarni yetkazish uchun bir nima qilishdi. Keyin u tizimi qaynab qoldi. Xayr, unodim Allohdan bir xayr va ba'zi ishlar shu avtomatik shunday bo'lib qoladi, hech planning sirida bir xayr va uni Allohning bir hikmati bor. Aldilar buni iroda ketadi ukam. Men mashina qilaman. Chunki Avstraliya qonundimi, mashunda qiynab oldi qolgan millatlarni qabul qiladigan cho'qim insonparvarlik nimalar bor. Amerikada bormi bor? Yevropada bormi bor? Agar bo'lmasa Suriyadan 1 million suriyalik ketdi, Turkiyadan ketib ularni qanday qabul qildi? Bununla besip bir plan bilen bir etrafındaki müşkilini bildiği adamlar bilen maslahatlashib, hatta men bazı nimalar pul to'lagan vaqtlarim bor shu ko'chmanlar nimasini qilgan advokatlarga shu yanchiqimdan pul to'lab sen menga mushishni men qaysi shaklda qilsam bo'ldi bir maslahat ver debchi. Anadan keyin eng muhim narsa bu iroda va to'g'ri yo'lni tanlagandan keyin bu ishning alaqay bir matbuot bilan ya ba'zi nimalar bilan bo'lmaydiganligini cho'qim hukumatning programmasiga aylantirmasak Türkiye ve yerdeki Uygurlar hatta Kanada qabul qilamiz desimi aeroplan biletini alamaydı. Onu buradan bilemem. O vaqtda da qabul qildi, viza bersen kelamisan men payda. Şoňlaşky bunu hökümet programmasiga aylandyrmasak, bu insanlar kelgandan keyin bu Kanada bu garip devletleri yuqori istimal jamiyati kirilandi. Çünkü bu yerda hem jiq pul topadi, näs kerak bu şunun qarta Türkiye qaraganda biraz qimmat tuyulishi mumkin. Bu yer tuğanlarga bilinmegan. Ular Brazil bularni qo'llab nim qilmasa, bu insonlar qiynalib qoldi. Shunlashqa hukumat programmasiga kirgizish kerak. Demak, bularni hammasi parlamentdan o'tish kerak. Buni avtomatik yo'li o'ttirib chiqadi. Endi mening qilg'ashim oldi bilan bir millat vakilini qoyil qilish. Bir millat vakilini qoyil qilib, shuningga shu turkcha dosya deymiz, uyg'urcha arxiv deymiz, uyg'urlarning misli qo'liga tutkizib maosh qilsa ega. Sen parlamentda bu ishlarni qaysi o'rinlar nima qildi? Bunu sen bilse, şonlaşka sen ma deyse, kenardan men jügereyme, bütün işini men kılmaya ama aldılan bir milletvekilini qayıl kıyganmış. Kıyganiki o milletvekili, men bunu mındaklı kötüagini bilen bir şey olmaydı, parlamentte bunun guvalık bir şeyini etkizeyli, bir şu mutaxassislardan sinanlam gepin olmasın, başkalarının fikrini elip, bir parlamentte bir aldılan müşakkada guvalık şeyini etkizip,
Şu Uyg'urlarni umumiy ahvoliga birlashtirib, mushaqqada bir doklad hazırlab, dokladga hukumat ijro qilgan tavsiya qarorlari qo'yib, oldidan buni rasmiy narsaga kirgizaylik. Shunaqa qilib, shu 2018-yil boshlab shu parlament nima qilib, andan keyin Xitoyning virusi bo'ldi 2019dan keyin, biroz qiynaldi insonlar. 2020 butun shu isbot berish nimasiga qaratilgan bo'ldi. 20 necha qatimda guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Shunaqa qilib tunji qatim Kishilik huquq komiteti bu masalaga hukumatga Uyg'urlarning shu erkak qirg'inchilikdan qochgan, zulm qochgan Uyg'urlarni Kanadaga kelish uchun alohida bir yo'l etish kerak. Shu narsa hukumatning shu rasmiy organlarning nimasi kirgan bo'ldi. Va uni kengaytib boshqa komitet 3 komitetning qaroriga aylanib bo'lgandan keyin unda olsa umum parlament. Mush ishlarning nimasiga shunda vaqt ketdi. Qadam. Şolaşka bu işlerini Avrupa'dan kıl buldu. Bu işin ikinci bir tarafi bu Uygurların ekiliş jarayonida hükümeti kayıt kılış için nayeti köp miktarda erkek kırgınçılık anlatışık doğru geldi. Çünkü bu garip devletleri hemmesi erkek kırgınçılık 1948 yıldaki bu ehdinamıga imza koygan. Bu ehdinamada aslında imza koygan devletlerge 3 vazife yüklegen, 2 vazife yüklegen. Birisi erkek kırgınçılıkni aldın eliş, ikinciden bunun cinayet javobgarligini jazolash. Hem de 2006 yılı Kanada hükümeti nayet aktif rol oynab, erkek kırgınçılıkni aldın aldık, cinayetçilerini jazoladık, bu şunu ona tügemdi. Bunun kurbanlık vergen, bunun zihnini tatkallığa qanday qilamiz deb, Kanada hükümeti Responsibility to Protection Doctrine deb bir doktrin, ya prinsipini şu kanunga kirgizgan hamda Roma nimasi protokolga. U bo'yicha ya to'xta qirg'inchilikni to'xtatdik, oldin oldik yoki buning javobgarligini jazoladik. Buningdan kelib chiqqan ziyon uchirg'ichilarga yordam qilishmi, ularni qo'g'dishimiz kerak deb Kanada o'zi boshlamchilik qilib, garib davlatlarimiz shuni qo'llagan. Shunlashqa butun davlatlarda, o'sha imzo qo'ygan davlatlarning erkek kırgınçılıkla zulmü uçurgan milletlerini qoğdap qilish mesuliyeti var. Qoğdaş mesuliyeti var. Responsibility to Protection Doctrine. Hatta Xitoydagi Uyg'urlarni qo'g'dab qilish mesuliyeti var. Erkek kırgınçılık. Xitoyning bu erkek kırgınçılık emas deb chiqanishib ketishning sababi shu. Chunki xalqarada Responsibility to Protection Doctrine degani yana qo'g'dash mesuliyeti davlatlarning agar Xitoy yoki xohlagan bir davlat o'zining ma'lum fuqarolarning ma'lum qismini qo'g'damagan bo'lsa, chet el davlatlari oralashib ichiga kirib qo'g'dash nimasi bor. Ya'ni Kosovoda bo'lgan NATOning nimalari, shu Birlashgan Davlatlarning tinchlik saqlash kuchi deganlar boshqa nima bilan kirmaydi, dal shu prinsip asosida kiradi. Shunlashqa endi bu qo'g'dab qilish mas'uliyatining eng oddiy ijro bo'ladigan nimasi hech bo'lmasa vatandagilar qilmasa ham sirtkilarga yordam qil. Tushunamizmi? To'g'ri. Şu garip devletlerde bütün bu narsani qabul qilgan, mush bo'yicha manganda hammasidan natija ol bo'ldi menimcha. Hech bo'lmasa Kanadada ma bo'lgandan keyin boshqa davlatlarmi bundan ulgu oladi. İnşallah. Maşallah. Nurg'un xizmatlarni qildingiz, bekjiq inkaslar chiqyapti, Alloh razı olsun degandek. İnşallah sizning qilgan xizmatlaringiz albatta bizga u nima emas, Alloh rizosi uchun qilamiz. Lekin mushtaq gaplar bo'lsa, teximi imdaymiz bir ilhomlar to'g'rasida bo'ldi. Alhamdulillah. Aka bir soatga yaqinlashib qoldi. Bugun juma, sizning juma vaqtingizmi yaqinlashib qoldi. Oxirgi so'zingizni olsam, andan keyin programmani tugatsam ishadi. Qarindoshlarga aytganim, uya pul berib, uni buni qilmasin. Ham o'xshash misha deyilgan gaplarni so'rab, kuniga nima qilsa vaqtim yetmaydi. Ba'zi vaqt o'zim o'ng'aysizlanib qolmay javob beramadim. Bu qarindoshlar hali yomon adashgan deb o'ylab qilish mumkin. Meni qilayotgan ishim bor. Bu uchurlarga javob bersam 24 soat yetmaydi. Yomon jiq bu uchur qilayotganlar. Birisi men Iordaniyadan, Qozog'istondan, bu yerdan, anonimlar ishlarimiz bor. Unisiga bu savollar shu munosabatlik shu xabarlarni yo chiqargan narsalarni ko'rsam, bizga javob berishadi bor-da. Shunlashqa imkon bor uchurlarni nima qilmasanlar, chunki men javob berolmayman. Unisiga Messengerni faqat qo'llanmayman, shu qarindoshlar uchun qo'llanayapman.
Bu yerda deyilgan gaplarni Xitoy hukumati anglay oladi. Messengerning bu Facebook boshqaradi. Facebook bilan Xitoy hukumatining munosabatini bilamiz. Shunlashqa yolvorib ketay, Messengerdan xat yozmanglar. Men javob bermasam qo'pollik qildi. Men Messengerni asosan ishlatmayman. Xitoy bilan yaqin maslashayotgan bir shirkat Facebook, Messengerni Facebook boshqaradi. Qayta deb qo'yib, boshqa turli uchur qilamiz. Bu bir. İkinciden hazırgacha biz tizimlaymiz deb joyga edemayotmadik. Bu tizimlaymiz degan bo'lsa yolg'on gap. Yana oldinib yuravermanglar, jiq aldandinglar, endi aldanmanglar. Bunga pul ketmaydi. Pulini Kanada hukumati chiqaradi. 350 million dollarga yaqin pul ketadi. Bu pulni Kanada hukumati chiqaradi. Kanadaga kelish ishi ba'zi ishlar nim qilgandan keyin hukumatning harakat planlari, ba'zi diplomatik qadamlar va bular tugagandan keyin ishlar texmi nurg'un narsalar hukumatni oshkora e'lon qilmaydi. Biz paranglashamiz, chunki Xitoyning keyingi qadamiga qulaylik yaratib turdi oshkora bo'lgan ishlar. Shunlashqa ba'zi ishlar asta ko'ringan ishlar mangadi. Pasport yo'qlar ansirmanglar. Unaga Kanada hukumatidan sayohat pasporti chiqarib beradi. Kanada kelish uchun. Uni men yana dedim, yana day pasport yo'qlar qanday qilamiz? Ashulagacha Kanada turib biz uni o'ylashdik. Puli yo'qlar qanday qilamiz? Aeroplan biletini Kanada hukumati bersin. Iqtisodiy jihatdan qiynalib qolganlar qanday qilamiz? Kanada hukumati bular Kanadaga kelgandan 1 yillik uy ijarasi, turmush ta'minoti hammasini Kanada hukumati to'lasin. Deb bu shunlargacha bir butun bir program bu. Maşallah. Kichikgina bir sabr qilsa qarindoshlarimiz necha vaqtdan beri hech kim söylemaganda bu mangan. Bu bizning vazifamiz bu. O'zimga bergan bir va'dam. O'zimga verdim. Bu ishni eng ahamiyat bilan tushunmaganlar hozir Uyg'urlar. Bu ishning qanchalik muhimligini tushunmaganlar Uyg'urlar. Kanadada dunyodagi nurg'un insonlar Xitoyda buni tushuniglik, shunlashqa matbuotlardami shunchalarcha xabar bo'lag'liq bu. Va Kanadaning cho'ng matbuotlari, dunyo matbuotlarida mana ishning qanchalik muhimligi. Shunlashqa bu ish yoshirin asirtdan mana bo'lmaydi, o'chqashqar bo'ldi. Tizimlaydigan bo'lsangiz tizimlaymiz. Madem barda palani adresda soat manchadan manchagacha. Shunlashqa bu bizdan xabar kelmasa, u bo'lanim kelsa, necha vaqtdan bir aldangandek aldanmasin. Anandan keyin hushyor bo'lsin qarindoshlar. Xitoyning har xil o'yinlari bor, Xitoyning har xil odamlari bor. Gapni anglasalam, uning ishonib ketmay, Qur'oni Karimda Allohning oyati va sizlar bir xabar olsangiz, shahar rasmiy yolg'onmi bir uni bir jazmlashtiringlar. Bizning gapimiz anglamasınmi? Allohning oyatini anglasin. Bir yerin gap qilsam shamol ketib qolmay, to'g'rimi, xatomi? Shuni bir jazmlashtirsin. Hozirgi zamonaviy uchur bosqichida u yerga ikki telefon qilib, to'g'ri xatoligini aniqlab oldi. Shunlashqa meni deydiganim shu, bizning xizmatlarimiz davom qildi. Inshaalloh toki eng az 10 ming Uyg'ur Kanadaga kelguncha bu ish ichilgandan keyin 10 ming 20 minglab bu son ishib ketishi mumkin hatto. Qarindoshlarimiz bek ansirmisin, Turkiyada ba'zi insonlar 10 ming odamlarni topsa, 10 ming odam emas, 20 ming odamlik son bor hozir. Menga kelgan uchurlar qaraganda. Shunlashqa Turkiyada qarindoshlarimiz qalaymagan gapda aqtadiganlar o'ninga bek noqilsin. Kerak bo'lsa, Alloh bir yo'lni ochgan bo'lsa, onun başqa tədbirlərini, başqa o'rinlashtirishini Alloh qildi. Biz Allohga tavakkul qilamiz. Allohga ibodat qilamiz, Allohdan yordam so'raymiz. İyyake na'budu va iyyake nestaînning ma'nosi shu. Faqat va faqat Allohdan yordam so'raymiz. Shunlar qarindoshlarimiz shunday qilsin, u yerda yordam so'ramasin, Allohdan yordam so'rasin. Qolgani Alloh buyursa, ishlar yaxshi bo'ldi va pat-pat meni purstim bo'g'icha shunday programlarda kerak bo'lsa, shunday qarindoshlarga o'rtoqlashadigan narsa qilsa, men o'rtoqlashib turaman. Anlagan qarindoshlarga rahmat. Hammalarning juma o'qigan bo'lsa, jumasini qabul qilsin. Bizda juma qilib qoldi. Allah razı olsun aka. Qarindoshlardan Allah razı olsun. Bo'lsa taqib xabarsiz qolganlar xabari bo'lib qolsin. Nurg'un fikrlar, abay hozirmi burun o'tib bo'lgan savollar, qayta savollar so'ralyotdi. Başdan programni shu inshaalloh javobingizni topasiz inshaalloh. Kelaqatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.